Assalomu alaykum hammaga do'stlar, sizlar bilan yana Vayro YouTube kanali. Mana o'yinda zadaniyalarni davom ettirishni boshladik. Hop, davom etamiz o'sha kechagi joydan, kecha bora olmagan joyimizdan boshlaymiz qilishni. Hop, mana belgilab oldik, mashinani ko'ryapmiz, boramiz, ochamiz, haydaymiz, ketamiz tirazi. Bugun bir 2-3 tachasini olsak, bugunga yetadi. Hop, 67 6 7 3 2 7 bo'ldi, уже ochib berdi. Ana endi ketdik. Hop, qayerga berdi? Yujniga. Arzamasiga bersa yaqinroq edi-da, adashmasam. Mayli, Yujni bo'lsa Yujni, takansa bosamiz. Qani ketdik. Zaybar shu zadaniyasi endi borib taksonni oshmaydigan qilib qo'ydi yana. Yana sozlash kerak, ustidan olib chiqish kerak, o'shanda yana tez yuradi. Qani hozircha oshadimikan saksonni? Bir yalni вообще pasayib ketyapti tezligi. Baribir ishlatmasak, sozlamasak bo'lmaydi. Saroni sarg'iga, ko'kni ko'kka, qizilni qiziliga, pushtini pushtiga yo'laymiz. Qani endi bitta takansa. Mana endi normal tezligi chiqyapti. Mana saksonni ochdi. Hop, mana kelib oldik. Endi ikkinchi zadaniyaga o'tamiz. Hop, stenkaga borib olish kerak birinchi o'rinda. Keyingi zadaniyani joyiga borish uchun eng oson yo'li shu deb o'ylayman. Birinchi zadaniyani bosib qo'yib, uspet qilmay qo'ygandan ko'ra, birinchi zadaniya kartasi qayerda bo'lishini bilib olib, o'sha yerga borib, keyin zadaniyani boshlagan ma'qulroq deb o'ylayman. Yana ham kim uchun qanday bilmadim, men mana shunday hisoblayman. Hop, ochib olamiz. Ko'ramiz qayerda. Yujnida ekan, bosib o'raveramiz Yujnida bo'lsa, chunki biz ham Yujnidamiz. Qani ketdik. Bu mashinalar qayerdan keldi deb so'rashinglar mumkin. U 8-mart degan promokod keladi-yu, 8-martda degan o'shani teruvdim, lekin hali aktivlashmagandi, o'yinga kirmaganim uchun va bugun aktivlashgani uchun bugundan gold yuklar va mashinalar bergan. Hop, parolni teramiz. 13 651 1 3 6 5 1. Hop, mana ketdik. Bu ham Yujniga bersa kerak. Menimcha, qani ko'ramiz. Yujni. Yaxshi, normalniy. Ketdik. Hop, mana buni ham olib keldik. Yoqilg'i kanister berdi. Kanister benzin. Mana keyingisiga o'tamiz. Men yoqtirgan mashina Chevrolet Cabriolet Z06. Zo'r mashinalardan birida. Hop, stenkaga borib olaylik. Hop, bola bekor qolib ketmanglar. Agar yoqilg'ilar juda ham ko'p bo'lib ishlatishga uspet qilmasanglar, reyting o'ynanglar. Reyting o'ynasanglar, topga kirasizlar. Topga kirganda esa normalniy mashinalar bor. Men undan tashqari ham reyting o'ynab chiqyapman, lekin reyting olganimda video olib chiqarayotganim yo'q. Hop, o'sha 152-o'ringa kelib qoldim. Asta top 50 taliga harakat qilyapman. Mana shu Chevrolet Cabrioletda o'ynasanglar, topga kirish oson bo'ladi. Juda ham zo'r buriladigan mashinalardan biri bu. Hop, parolni terdik. Ochildi. Endi takansa bosamiz. Mana shu men yoqtirmaydigan zadaniya 40 dan tushib ketsa tezlik mashin pang deb bang'illaydi. Mana shu ketdi sanab boshlaganda hali ham yetib ketdim. Shuning uchun to'xtadi. Reski sana boshlaydi. Qiz ketdi. 40 dan oshmasi kerak iloji boricha. Oshsili bo'ldi sanaydi. 5-zaniyada pang ketdi. Zadaniya tugaydi, yana yarim soat vaqt berdi. Eson-omon kelib oldi. Xudo xolasa, mana zadaniyani tugatdik. Do'stlar, hop, keyingi zadaniyani qilamizmi? Yo, menimcha keyingi zadaniyani qilmaslik bilish kerak. Hop, Yujnida ekan bu. Yujnida qo'yamiz. Bo'lmasam videoni shu joyda tugatamiz va keyingi videoda davom ettiramiz. Hammaga omad, obuna bo'lib, like bosib, tushunmagan narsalarni yozib ketinglar.